Ko'p videolarni ko'rganimda qizlar ikki xil qosh deb ko'rsatiladi va ularni bir usul bilan tenglashtirish mumkin deyishadi. Ular qoshlarni punktir bilan chizib, oq rang bilan belgilashadi. Qayerda bo'sh joylar bor, oxirida ularni bo'yoq bilan to'ldirishadi. Lekin haqiqat shundaki, bo'sh joyni bo'yoq bilan yopish mumkin, ammo bu faqat vaqtinchalik natija. Bo'yoq bir necha kundan keyin yuvilib ketadi. Qosh ichidagi muammo esa o'zgarmaydi. Asimetriya qanday bo'lsa, shundayligicha qoladi. Mijozning og'rig'i va qiyinchiligi yechilmaydi. Hozir esa yana odamlarni hayratga solish uchun sun'iy intellekt orqali qosh chizish trendga kiryapti. Go'yoki bu yangilikdek ko'rsatiladi, lekin baribir uni inson qiladi. Bu nima uchun kerak? Chunki odamlar arxitektura orqali kutilgan natijani ko'rmayapti. Ko'p mijozlar qoniqmaydi. Ular baribir uyda o'zlari qosh chizishga majbur bo'ladi. Shu sabab arxitektura yo'qolib ketmasligi uchun yangi trendlar, yangi bo'yoqlar, yangi chizish usullari chiqarilmoqda. Ammo mening ishimda boshqacha yo'l bor. Mening mualliflik metodikam ortiqcha chiziqlarsiz, ortiqcha bo'yoqlarsiz, ortiqcha materiallarsiz, faqat pinset va taroqcha yordamida juda chiroyli natijaga erishishingiz mumkin. Bo'sh joylar o'z soch tolalari bilan to'ladi. Qoshlar itoatkor bo'ladi, oson taraladi. Mijozga uzoq xizmat qiladi. Masterlar esa turli trendlar, blogerlar chorlovi yoki halol deb nomlangan marketing usullari orqali o'zini reklama qilishga majbur bo'lmaydi. Agar siz mening metodikam bo'yicha ishlashni boshlasangiz, sizga sun'iy trendlar kerak bo'lmaydi. Siz haqiqiy ishlaringiz bilan mijozlarni jalb qilasiz.